Janob Magdat, sadaqa qiling. Boring. Ishxona. Hamkorimni vafot etganiga 7 yil bo'pti. Yomon emas edi. Ko'p qarzga olardi, kambag'allarni siqishtirardi. Ammo qoldirgan pullari o'ligini ko'mishga ham yetmadi. Kunida ko'kka sovurishga to'g'ri keldi. Xayrli tong, janob Scrooge Magdat. Haydoda, nega ko'pirni ishlatding? Men haligi siyohdan muzlab qolibdi. Axir o'tgan haftada yoqqan eding-ku. Qani tez ishga kirish, dangasa. Darvoqe, iltimosim bor edi. Ertaga yangi yil arafasi. Yarim kun dam olsam bo'ladimi? Yangi yil arafasi? Balki mayli, lekin yarim kunlik ish haqini olib qolaman. Demak, kuniga 2 shilling bo'ladi. 2 shilling va 1 penni. Aytgancha 3 yil oldin oyligingni oshirgandim. Ha, janob. Kiringizni yuva boshlaganimdan beri. Yodimda. Bo'ldi, ishimni boshlasam. Aytgancha, mana senga bir qop kir.